Esida bo'lsa mana shu konteynerga konteyner qo'yib bergan edik. Esida bo'lsa yoz kunida isga tortdi. Endi hozir shunaqa holat, mana shu teplisani egasi bu konteynerni bularga bergan edi. Bularni uy yo'ligi uchun bu shunaqa tayyor konteyner, ichida oshxonasi ham, tualeti ham bor. Va kichkina mana shu oynadan mana yoq tomonda yotoqxona qilishgan. Shuni sovg'a qilgan buni egasi. Egalari endi yoshlari keksa bo'lgani uchun o'g'illariga, farzandlariga topshirgan bu teplisani. Farzandlari bu konteynerni olib qo'yish maqsadida bularni chiqazib olmoqchi bo'ldi 2 kundan beri. Chiqib ketdilar endi har kuni har xil vajli gaplarni gapirayotgan ekan. Hozir siqilib men yig'lab gapiryapti-da. Hozir bularga go'sht olib kelgan edik. Iltimos qilardim azizlar, befarq bo'lmaylik. Agar bizda guruhimizda kuzatayotgan bir sahiy bo'lsa, kimdadir dom olib qo'yganlar bordir, kimdadir yana uchasasi bordir vaqtinchalikka. Shunga iltimos qilardim. Agar bularni chiqarib olsa, bularni boradigan joyi yo'q, bularni uyi yo'q. Majburiyda shu konteynerda yashayaptilar. Issiqda biz konteyner qo'yib bergan edik, esingizda bo'lsa. Borgan joylarga yo'llik uchun sizlardan iltimos qilardim. Vaqtinchalik yashab turishga bularga uy qilib berishimiz kerak. Keyin shunaqa holat bo'ldiki, hozir bular bilan gaplashdik. Tez va chiroyli ko'rkam holatda bularga uy sovg'a qilish qanaqa? Mana shu yerda bir ferma bor ekan. Fermer bir sotik yer bularga shunchaki hadya qilyaptilar. Siz uchun men bir sotik yer hadya qilaman deyaptilar. Shunga bizga hozir bir xom yetib qoldiki, zo'r maslahat berdi. Mana shunaqa konteynerlar chiqqan. Mana shunaqa konteynerlar ko'rayotganlaringiz. Shunaqa konteynerni olsaydi bular. 2-3 ta konteyner qo'y, yomon. Bitta konteynerni tualet, hammom, oshxona qilsaydi, bitta konteynerni zal, spalni qilib bersa, tez va oson bitadi dedilar. Konteynerlar 500-600 dollar turadi deyaptilar. Shuni 3tasini olib, 2tasini olib, shuni yomon qilib turib, ichini remontlar qilib chiroyli qilib bersa, ketsa 4000-5000 dollar ketadi. Hamma xarajatiga deyaptilar. Shunga azizlar, qo'ldan kelgancha mana shu karta orqali ehson qilinglar, yordam qilinglar, naqd pul ko'rinishimiz aloqaga chiqinglar. Shu oilamiz bilasizlar, xo'jalar o'tib qolgan, bitta qizlari mana yolg'iz qolgan oilamiz. Bularga har doim produktda keladi va yordam qiladi. Hozir mana go'sht olib kelgan edik. Shu bahona bilib oldik. Azizlar, iltimos qilaman. Mana shu videoni ham tarqatishdan so'rab qolardim. Like bosib tarqatishda, yordam qilishdan so'rab qolardim. Agar bizlarni kuzatayotgan insonlarimiz ichida alohida bo'sh turgan uyi bo'lsa, vaqtinchalikka berib turishinglarni, bularni chiqarib olsa, nobodda ko'chada qolib ketmasin. Qish kunida ko'chada qolib ketmasin. Va mana shunaqa konteynerlardan olib, chiroyli qilib uy qurib beraylik. Sizlardan iltimos qilardim, faqat Alloh uchun. Mana Rajab oyi ham yaqinlashyapti. Mana shu Rajab oyida kimki yaxshilik qilsa, ehson qilsa, buning darajasi ulug', inshaalloh.